Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi darsimizda nima qilamiz? Bugungi darsimizda bilasizlar, kuni kecha avgust 22 imtihon bo'lib o'tdi. O'sha imtihondagi savollarni men sizlarga tahlil yechimlarini qilib beraman. Endi jamoamiz bilan qanaqa tempda ishlashimizni mana imtihondan keyin ham menimcha hammasi sezdi. Sababi biz imtihonda tushgan savollarni juda ham tez tayyorladik va kanalimizga ham joylaganmiz. Aynan imtihonda kelgan barcha savollarni. Endi bu jarayon ancha tez bo'ldi. Endi bu darsimiz to'g'ri, noldan qatnashmoqchi bo'lganlar uchun ham to'g'ri keladi, lekin ozgina murakkablik qilishi mumkin. Chunki bu oldingi imtihonda, ya'ni kuni kecha imtihonda tushgan savollarni aynan tahlil yechimlari hisoblanadi. Kuni kecha. Endi noldan boshlamoqchi bo'lganlar uchun albatta hamma mavzuni o'tamiz, praktika qilasizlar, keyin imtihon kirasizlar. Hozir endi bu ozgina murakkablik qilishi mumkin, lekin qatnashaveringlar, maslahatim. Yana nimadir o'rganasizlar. Lekin bu aytganimdek noldan dars emas. Noldan dars ertaga boshlaymiz. Chunki bugun ko'pchilik qo'sha olmay qoldik. Ko'pchilik qolib ketmasin deb ertaga boshlanadi noldan guruhimiz. Qaranglar. Bizda aytyapti, sfera A bilan sfera B bor ekan. Arc tangent. R degani bo'lish, tangent degani esa urinma. Demak, ikkalasi ham urinma bo'layotgan ekan. To degani G. Aynan nimaga urinma bo'lyapti? Each other. Ya'ni bir-biriga. Aynan bir-biriga urinma bo'layotgan ekan. At point degani nuqtada. Aynan qaysi nuqtada urinma bo'lyapti? P nuqtada. Endi segment degani kesma. Aynan bizda MP kesmamiz is a diameter of sphere A. Demak, bu yerda bunday qilsam bo'ladi. DA deyman. Diameter A niki MP ekan. Chunki is degani bo'lish. Bizda MP emas, sfera A ni diametri, o'shaning uchun DA qilib belgiladim. A ni diametri degandi. Va NP kesmamiz segment degani kesma edi. Diameter of sphere B. Bu degani bizda dbimiz aynan npga teng bo'layotgan ekan. Undan tashqari point degani nuqta, aynan p nuqtamiz lies on degani yotadi. Nimada yotayotgan ekan? Mn kesmada. Endi radius of deganini aynan nimani radius haqida gap ketyapti? Sfera A ni. Qaranglar. Sfera A ni radius degan, demak RA haqida gap ketyapti. Is degani esa bo'lish. Aynan RA dan keyin men o'shaning uchun teng belgisini qo'ydim. 5 times degani 5 marta. 5 marta katta bo'layotgan ekan. Nimadan? Radius of sfera B. O'shaning uchun 5 RB qilaman. Aynan RA imiz yoki sfera A ni radiusi 5 marta katta bo'layotgan ekan. Endi qaranglar. If degani bizda agarda, volume degani esa hajm. Aynan nimani hajmi haqida gap ketyapti? Sfera B imizni hajmi. Qaranglar, o'zi mana bu yerda radiuslarni bergan-ku, endi diametrlari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni DA imiz 5 DB bo'ladi. Chunki bilasizlar, bizda D imiz ikkita radiusga teng, ya'ni diametrimiz ikkita radius, ya'ni radiuslar o'rtasida qanday bog'lanish bo'lsa, diametrlar o'rtasida ham shunday bog'lanish bo'ladi. Endi volume degani hajm, B ni hajmi, VB deyman, 288 pi inch kub ekan. Endi vattiz degani nima bo'lish? Hozirgi holatda sizlardan nimani so'ragan? Length of segment, length degani uzunlik. Aynan sizlardan kesma MN ni uzunligini so'ragan inchlarda. Demak, siz nimani topishingiz kerak? Hozirgi holatda siz aynan MN kesmani uzunligini topishingiz kerak bo'layotgan ekan. Yaxshi masala. Endi o'rtadagi bog'lanishdan kelib chiqqan holatda sizlar qila olasizlar. Xo'p, hamma e'tiborni qaratsin. Qanaqa qilib yechaman bu savolni? Birinchi navbatda e'tibor qiladigan joy bu sferalarni bir-biriga tangens bo'lgani, to'g'rimi? Endi mana bunaqa chiziladi. Misol uchun katta bitta sfera chizaman. U sfera degani mana bu aylanib chizsam bo'ladi, baribir. Unaqa tasavvur qilishlaringiz kerak emas. Sferani orqasi aylanadi. Endi xuddi shunga yonma-yon bitta aylana chizaman. Uzr, mana tegish kerak. Endi tangent deb aytganim uchun. Hop, samderodan chizaylik. Maksimalli. Ishqilib mana bu ikkalasini tegyapti deb tasavvur qilinglar. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu bizda birinchisini diametri bo'lsa, mana o'rtadan o'tgan. Bu esa ikkinchisini diametri. Ikkalasi ulanganda yonma-yon turibdi. Agar men buni A desam, bu B bo'ladi. Nimaga A ni kattaroq chizdim? Chunki radius katta, A niki 5 marta katta B nikidan. Ko'rilar esa buni o'rtasidagi bog'lanish. Endi qaranglar. Hozirgi holatda nima bo'lyapti? Hozirgi holatda bizda keyingi qiladigan narsalarimiz nima bo'ladi?
Keyingi qiladigan narsalarimiz bu yerda endi belgilab olish. Misol uchun qaranglar, bizda radiuslar o'rtasidagi bog'lanishni bergan edik, o'shandan foydalanaman. Aytaylik, men bu yerdan center desam, bu yer ham center bo'ladi. Men qanaqadir RB ni R qilib olaman. Qanaqadir RB ni R deb olaman. Endi bu A ni radiusini chizsam, bu yer 5R bo'ladi. Nimaga? Chunki RA imiz 5RB edi yoki RA imiz 5R bo'lar ekan. Mana bu yergacha 5R, bu yergacha yana 5R, bu yergacha R, bu yergacha R. Xo'p, endi qaranglar. Bizda aytgan edi, MP is the diameter. Qaranglar, mana bu bizda bu yergacha bo'lgan masofa va P NP'miz yoki P'imiz buni diametri. Ya'ni bizda MN kesmamiz nimaga teng bo'lyapti? MN kesmamiz ikkalasini diametrini yig'indisi 5R ga 5R ni qo'shasiz 10R. Mana 5R, 5R, R va yana bitta R. Umumiy 12 ta R bo'lyapti. Xo'p, endi radius topsalaringiz bo'ldi. Endi radius topish oson, chunki VB ni bergan, ya'ni B bu yerda bor edi. Endi sferani hajmi nima edi? VB imiz boshqa tarafdan 4 taqsim 3 pi radius B ni kubi yoki R kub qilaman, chunki radius B ni R deganman. Shu narsani biz 288 pi ga teng deb aytgan. Endi mana shu yerdan kelib chiqib RB ni topsalaringiz bo'ladi yoki R imiz, RB ni R qilib belgilab oldim. R topilsa o'zi mana MN imiz ham chiqadi. Shunda bu bilan buni qisqartirsalaringiz bu yoqda nechta qoladi? 288 ni 4 taqsim 3 ga bo'lish degan 3 taqsim 4 ga ko'paytirish qilib 216 qoladi. Pi ko'paytirilgan R kub. Endi R kubimiz 216 va R imiz bizda 6 chiqadi. R ni topgandan keyin M N ni ham topish mumkin. M N imiz bizda 12 R ga teng yoki 12 ko'paytirilgan 6 aynan 72 ga teng bo'lar ekan. Endi bu masalani albatta tezroq yechish mumkin. O'zi urinma degani uchun ikkita sferani bir-biriga ikkita alina chizib yonma-yon qilsalaringiz ham bo'lardi. Keyin ikkalasining o'rtasidagi diametrni bergan, endi birinchi radiusni bergan, endi diametr o'rtasida ham xuddi shunaqa bog'lang. Endi chizganlaringizda M N'imiz ikkita diametrni yig'indisiga ko'rinib turibdi. Shunda men bittasini radiusini RB qilsam, shundan 12 ta R bo'lyapti. Keyin radius B ni qanday topdim yoki R ni aynan hajmni formulasiga qo'ydim. Hajm sferaniki 4 taqsim 3 pi R kub shu narsa. Endi albatta guruhimizga qo'shilsangiz bitta narsani sizga kafolat bilan ayta olaman-da. Guruhlarimizga darsga qatnashdik-ku. Bu formulalar siz yodlamaysiz, o'zi yod bo'lib ketadi. Formulalar o'zi yod bo'lib ketadi sizga. Hammasi yod bo'lib ketadi. 100% men garantiya bilan ayta olaman. Yod bo'lib ketadi. O'zingiz mazmunan tushunib olasiz bu narsalarni. Endi birinchi savolni ko'rdik. Xudo xohlasa ikkinchi savolga ham o'tamiz. Har bitta savolda imtihonga kirganlaringizda 5 sekund degan qilib beraman. Har bittasini hozir ko'rasizlar. Juda ham uzun savollarga tezkor yechim qilish mumkin. Hammasini sizlarga ko'rsataman bugun. Endi to cut a loan mana shu ishni qilishga endi qanaqadir ish qilyapti, buni tarjimasini bilishim shart emas. Mana shu odamimiz charges degani olish, flat fee, uzr, fee ni o'zi ekan. Fee degani to'lov, $110 to'lov olyapti. For degani uchun his equipment va $8.5 per hour. Per hour degani har soatiga. Har soatiga birinchi $10 pul olar ekan va $8.5 endi har soatiga olyapti. Endi qaranglar. Yana bitta odamimiz biz bor, Taylor degan. Taylorimiz charges degani olish. Endi equipment degani jihoz. O'zi jihoziga $10 olar ekanda, o'zi qilgan ishiga $8.5 har soatiga olar ekan. Endi Taylor o'zini o'sha jihoziga $7 olar ekan, fee degan to'lov va $9.5 har soatiga olar ekan. Endi if degani agarda, qaranglar, agarda deyapmiz, x imiz bu yerda nima ekan? Represent degani ifodalaydi. Aynan bu yerda x imiz nimani ifodalayotgan ekan? Hozirgi holatda number of hours, qaranglar. Number of degani soni, aynan hours degani esa soatlar. O'zi soatlar endi qancha soat ishlaganiga qarab pul olayotgandik-ku. Aynan bu yerda soatlar soni ekan. Endi what are degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'rayapti? Values of x, x ni qiymatlarini. For degani uchun aynan Taylorni total charge, ya'ni Taylorni umumiy to'lovi hozirgi holatda greater than degani ga nisbatan ko'proq. Aynan nimaga nisbatan ko'proq bo'lyapti? Hozirgi holatda ant vanni total charge'dan. Ya'ni umumiy total charge degan umumiy to'lovidan. Endi qaranglar, ikkalasini ham yozaman. Misol uchun mana bu Antvan degan ismli odam edi. Uni to'lovi nima bo'ladi? Uni to'lovi $10 pul olyapti va har soatiga $8.5 da mana 10 plus 8.5 x qilaman. Endi Taylor qancha pul olyapti? Taylorimiz bizda birinchi bo'lib $7 pul olyapti va qo'shimchasiga har bir soatga $9.5 dan olyapti. Endi bizda aytgan Taylorni umumiy to'lovi
anfanikidan katta. O'shaning uchun mana 7 plyus qaranglar. 7 plyus 9,5 x bizda Taylorni to'lovi greater than degani ga nisbatan ko'proq nimanikidan Antvannikidan. O'shaning uchun bundan katta qilaman. Endi qaranglar. a, Bu yerda keyin qiladigan narsam, misol uchun 8,5 x bu yoqqa o'tadi, 7 bu yoqqa o'tadi. Shunda x katta 3 bo'lyapti. Bo'ldi, savolimiz yechildi. Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Bu yerda aynan siz ikkalasini ham tenglamasini yozdingiz. Endi bu yerda jihoziga alohida pul olyapti va har soatiga qo'shimcha. O'shaning uchun men ikkalasini ham tenglamasini yozib oldim, umumiy to'lovni. Endi x soat uchun yozilgan edi. Va oxirida qilgan narsam nima bo'ldi? Oxirida qilgan narsam bu yerda ikkalasini aynan ishorasini qildim. Shu bilan chiqdi masalamizning yechimi. Bu x katta 3 dan ikkinchi savolda yechimi. Imtihonda tushish savol, ko'pchilik yecha olmadi, lekin meni o'quvchilarim emas, meni o'quvchilarim buni sekundlarda yechishdi. Chunki bunga o'xshagan savollar juda ham ko'p ko'rgan edik. Endi navbatdagi savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Navbatdagi savolni qanday qilib yechamiz? Qaranglar. Birinchi bo'lib bu savolimizga e'tibor qaratasizlar. Hozir men Telegram shuni tekshirib oling. Uzr, bir daqiqa. Qaranglar, bu yerda nima deyapti? Relationship degani bog'lanish. Aynan nima orasidagi bog'lanish deb aytyapti? Between degani orasida. Demak, hozirgi holatda x va y orasidagi bog'lanish define degani aniqlangan. Qanday aniqlangan ekan? Ko'rsatkichli funksiya orqali. Aynan bu yerda ko'rsatkichli funksiyamizni ko'rinishi qanaqa? Ko'rsatkichli funksiyamiz x teng 0 bo'lganda, ya'ni when degani qachonki x teng 0 bo'lganda y ning qiymati 30 ekan. X teng 0, value degani esa qiymat, aynan of degani esa ni. Aynan y ning qiymati 30. O'shaning uchun x teng 0 bo'lganda y ni 30 qilaman. Undan tashqari every increase degani har bir o'sish. Every degani har bir, increase degani esa o'sish. Aynan nimadagi har bir o'sish haqida gap ketyapti hozirgi holatda? In the value of x by 1. In the value degani endi qiymatida. Aynan x ni qiymatida 1 ga o'sish. Bu degani x bor edi bizda, x imiz 1 ga oshdi. Oddiygina tasavvur qilinglar. X imiz 0 bo'ldi, endi x imiz 1 ga oshdi degan, x imiz 1 bo'lgan holat haqida endi gap boryapti. Shu narsa. Corresponding value degani mos keladigan y ni qiymati nima ekan? Increases degani oshadi. Qanchaga oshayotgan ekan? 70% ga previous value degani oldingi qiymatiga nisbatan. Endi qaranglar. Misol uchun bizda oldingi qiymat nima bo'lyapti x niki? X 0 bo'lganda y 30 edi. Endi x 1 bo'ldi, chunki x ning qiymati 1 ga oshdi deb aytgan. Endi oldingi y ning qiymati 30 bo'lsa, hozir increase degani oshadi, 70% ga oshadi. Demak, y imiz 30 plus 30 ni 70% bo'ladi. Shunda x teng 1 bo'lganda y ning qiymati 51 chiqishi kerak. O'zi mana bitta qo'yib ko'ring, o'rniga a javob bo'ladi, bo'ldi. Mana shu ikkita qiymat qanoatlantiradi. X ni o'rniga 0 qo'ysangiz, o'zi 30 chiqadigan. Bu yerda faqat a bilan b. Endi x ni o'rniga 1 qo'ysangiz, y 51 chiqadigan, faqatgina a. B ham noto'g'ri bo'ladi. Oddiygina shunaqa tasavvur qilsalaringiz bo'ladi. Hozirgi holatni. Menimcha muammo tug'dirmaydi bu savolimizni yechimi ham. Xuddi shunaqa tartibda qilinadi. Agar muammolar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin hozirgi holatda. O'zi unchalik qiyin savol emas edi. Ko'pchilik tushungan bo'lsa ham kerak. Yana davom etaveramiz shu bilan. Mana endi murakkabroq savollardan bittasini ko'ramiz. Kecha kuni tushgan savollarimizdan bittasi. Hamma e'tiborini qaratsin. Bu yerda endi bunaqa savolimiz o'zi oldin tushmasdi, lekin mana shunga o'xshagan oxirida savollar ko'rsatgandim. Shu chizmaga aloqador yangi qo'shilgan savollarda bor edi. Menimcha oxirgi 3 kunda shunga o'xshagan 4 ta savol ko'rgandik. Ko'rsatilgan chizmada deb aytyapti. Bizda nima bo'lar ekan? A, B va C chiziqlarimiz parallel ekan. Endi if degani agarda hozir biz imtihonda tushgan eng murakkab savollar ko'ryapmiz. Qo'shish ayirish savollari ham bo'ladi. Agarda mana bu tengsizligimiz bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri could be degani bo'la olish, nima bo'la olishini xohlayapman? True degani to'g'ri. Ya'ni quyidagilardan qaysi biri bizda to'g'ri bo'la oladi deb aytgan. Ya'ni siz to'g'ri fikrni xohlayapsiz. Bu masalamizda. Endi qaranglar, bu yerda to'g'ri fikrimiz qaysi bo'ladi? O'zimda qarasalaringiz ko'rinib turibdi, qaranglar. Hozirgi holatda bizda siz ikkita fikrdan tekshirasiz, ikkalasidan qaysi biri to'g'ri bo'lsa, ikkalasi ham bir xil fikr bo'lib qolibdimi? Ikkalasi ham bir xil fikr bo'lib qolibdi.
Bu savolni yana bitta tekshirib ko'raychi. Berilishi. 1 sekund. Uzr, bittasi 22, bittasi 32 ekan. Men hayolimda ikkalasini 32 ko'ryapman. Bu yoqdan tekshirib ko'rdim. Endi qaranglar. Hozir buni nima qilsak bo'ladi? Agar men bunday davom ettirsam, oddiygina chiziq chizaman. Men bunday davom ettirib chizaman. Xo'p, keyin buni ham bunday davom ettirib chizaman. Endi qaranglar. Mana bu yerga chizaylik. B chiziqni uchigacha. Hozir hammasini birlashtiramiz endi. Mana bunday chizdim. Endi bunday birlashtiraman hammasini. Endi muhim narsalardan bittasi mana bu 90 gradus bo'ladi, mana bu ham 90 gradus bo'ladi. Endi qaranglar, bizda W nima? W bu yerda nima bo'lyapti? W hozirgi holatda yaxshilab e'tibor qaratsangiz nimaga teng bo'ladi W miz? Misol uchun, mana bu burchak 180 minus W, to'g'rimi? Chunki qo'shni burchak. Hozirgi holatda 180 minus W ko'rinib turibdi. Endi shunga teng bo'lishi. Bu yerimiz ham 90, bu yerimiz ham 90. Endi qaranglar. Yana bizda qanaqa ma'lumot bor? Hozirgi holatda 90, qaranglar, misol uchun Z bilan Y ga bog'lasak nima bo'ladi? Bu yerda Z bilan Y ga bog'lasak. Hop, 90, 90. Mana bu yerdagi burchagimiz endi Z da. Hop, 90, 90. Undan tashqari Z va Y ning yig'indisi 360 ga teng bo'lyapti. Endi shunda Z va Y ning yig'indisi. Endi Z va Y ning yig'indisi shunda nimaga teng bo'ladi? Hozirgi holatda 180 ga teng bo'ladi. Endi Z ni o'zini topsam 180 minus Y hozircha. Endi qaranglar, keyingi qiladigan narsam nima? Umumiy mana bu shaklimiz nima bo'lyapti hozirgi holatda bizda? Umumiy mana bu shaklimiz 5 burchakka o'xshagan shakl bo'lib turibdi, to'g'rimi? Qaranglar, mana 5 burchakka o'xshagan narsa bo'lib turibdi. 5 tami? Yo'q, 1, 2, 3, hop, mana bundoq hisoblasam 4, bunaqasiga qarasalaringiz ham bo'ladi, shakliga. Xo'p, endi keyingi qiladigan narsamiz nima? Misol uchun keyingi qiladigan narsamiz mana 180, 180 o'zi, mana bu ikkalasida. Endi mana bu yerimiz nima? Mana bu yerimiz 180 minus W. Hozir men mana bu ikkita burchakni qo'shdim, ikkita chekkadagi. Endi undan tashqari yana bizda qaysi burchaklar bor hozirgi holatda? Yana bizda qaysi burchaklarimiz bor bo'lyapti? Xo'p, umumiy mana bu ichidagi shaklga hozir yozaman-da. Xo'p, mana bu yer 90, mana bu yer 90. Ikkalasi o'xshab 180 bo'ladi. Undan tashqari bizda hozir yana qaysi bor? O'zi mana bu narsamiz trapetsiyada. Hozir mana bu tarafimiz trapetsiya. Hop, agar 360 minus Z plus X desam, 360 minus Z plus X teng 540 desam bo'larmikan? Hozir yozib ko'ramiz yana bir marta. 1 sekund. Hop, yana qanday qilsak bo'ladi? Mayli, boshdan qilaylik bu narsani. Uzr, ozgina qiyinlashtirib yubordim. Qaranglar. Hozir buni tezroq qilamiz. O'zlaringiz ko'rasizlar yechimini. O'zi mana shu yerda turgan holatda, qaranglar. Mana shu yerda turgan holatda bizda W miz nimaga teng? Aynan mana bu yerdagi burchagimiz bizda nimaga teng? W miz hozirgi holatda. Hop, o'zi bizda chiziqlarda qoidasi bor. Aynan W miz hozirgi holatda bizda X va Y ning yig'indisiga teng. Bu birinchi ma'lumotimiz. Mana bu X va Y, chunki A, B va C chiziqlarimiz bir-biriga parallel, X va Y ning yig'indisiga teng. Hozircha shu ma'lumot bor. Endi yana bitta qo'shimcha ma'lumotimiz nima? Bu yerda Z ga hozir Y ni qo'shsam nima bo'ladi?
Aynan zimiz mana bu yerdagi burchak. Hozir zga agar y ni qo'shsam nima bo'ladi bu yerda? Zga bu yerda y ni qo'shsam, hozir menda 180 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunday chiziq kelganda, misol uchun mana bu umumiy davom bilan bitta chiziqni beradi hozir bu narsamiz. Umumiy davom bilan bitta chiziqni beradi. Z bilan y ni hozir siz birlashtirsangiz 180 bo'ladi. Endi yana bizda qanaqa ma'lumot bor? Hozirgi holatda keyingi ma'lumotimiz uchalasini yig'indisini oralig'ini bergan. O'zi o'shanga qo'shsalaringiz ham sirasi chiqadi. Xo'p, uchalasini yig'indisi bizda 201, qaranglar, 201 katta x plus y plus z kichkina 212. Endi nima qilaman? Bu yerda ma'lumotlarni qo'yaman. Misol uchun bu yerda y plus z ni o'rniga 180 ni qo'ysalaringiz bo'ladi. Bitta yo'li. Shunda 201imiz bizda nima bo'ladi? X plus 180 va 212 ning o'rtasida bo'lyapti. Ancha osonroq narsa. Shunda 21imiz x bilan aynan nimani o'rtasida bo'lyapti? 32 ni. Chunki ikkala tomondan ham 180 ni ayirdim hozirgi holatda. Endi keyin qiladigan qadamimiz nima? Keyin qiladigan qadamimiz w ga bog'lash. Mana w miz o'zi x bilan y ni yig'indisi edi, to'g'rimi? Shunda w dan y ni ayirsangiz o'zi x bo'ladi birdaniga. O'zi siz x ga oraliq berishingiz kerak. Hozir x imizni qiymati 21 bilan 32 ning orasida chiqdi. Bittasi 22 degan. 22 aynan shu oralikqa tushadi. Lekin 32 degani uchun bu oralikqa tushmaydi. Bo'ldi, savolimiz yechildi. Men umumiy birlashtirib uchburchak qilib yechmoqchi edim, lekin mana shu yo'l ancha osonroq ekan. Lekin o'rganib oling. Mana bu yerda w mizni hozirgi holatda x bilan y ni yig'indisiga teng bo'lishi, undan tashqari esa mana bu yerdagi z burchagimiz bilan y ni qo'shganimda 180. Mana shu ikkita qadam orqali men qildim. Yana bizda mana bu qo'shimcha ma'lumotdan qildim. O'zi chiqdi savolimiz. Mayli, davom etamiz. Faqatgina birinchi fikr to'g'ri ekan. Endi noldan boshlaganlar uchun hali geometriyani to'liq o'rgataman. Misol uchun umuman sizlarda muammo qolmaydi. 100% ayta olaman, umuman sizlarda muammo qolmaydi. Endi navbatdagi savolimizga e'tibor qaratasizlar. Navbatdagi savolimizda aytgan circle degani aylana. Aylanamizda center O ekan, center degani markaz. Markaz O nuqtada ekan va P va Q nuqtalarimiz aynan bu yerda lie on the circle degani aylanada yotadi. Endi bu osonroq savol, qaranglar. Segment degani kesma. Aynan PQ kesmamiz is the diameter of the circle. Demak, PQ'miz bu yerda diameter. Endi length of arc, arc degani yoy. Aynan PQ yoyimizni o'lchovi 56 ekan. Endi what is degani bizda nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Aylana uzunligini so'ragan ekan. Hozirgi holatda santimetrlarda aylanamizni. Endi bu masalamizga e'tibor qaratadigan bo'lsalaringiz, birinchi e'tiborni tortadigan narsa nima? Segment PQ ni diametr deb aytgan, to'g'rimi? O'zi qaranglar. Misol uchun diametrimizni aytgan bo'lsa, yoy PQ ni uzunligi nima? O'zi yoy PQ ni uzunligi hozirgi holatda nima bo'lardi? Yoy PQ ni uzunligi hop bizda 2πr umumiy aylanani uzunligi ko'paytirilgan nima bo'ladi hozirgi holatda? O'sha PQ yoyimizga, endi PQ bu yerda aylanani diametrda. Mana PQ bizda aylanani diametri. Misol uchun aylana chizolmayapman. Mana PQ'miz aylanani diametri. Endi sizlarga savol, mana shu PQga mos keladigan burchagimiz nima? Mana shu PQ diametriga. Hozir 2 aylanani uzunligi yoki circumference deb atalardi. Endi har qanday yoyning uzunligini aylana uzunligi ko'paytirilgan mana shu PQ yoyimizga mos keladigan burchak. PQ yoyimizga qaysi burchak mos keladi? Hozirgi holatda ko'rinyaptimi hammaga? PQ yoyimizga qanaqa burchak mos keladi? Albatta 180, to'g'rimi? Ko'paytirilgan 180 taqsim 360. 360 umumiy aylana uzunligi. Shunda qaranglar. Hozir bu yerda hamma narsa berilgan. Ya'ni PQ ning uzunligi 56 degan, mana 56 teng 2πr ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Endi 2πr bizda so'roq, chunki o'zi bizda aylana uzunligi circumference so'ragan. O'zi 2πr degani bizda circumference hisoblanadi. Shunda 56 ni 1 taqsim 2 ga bo'lasizlar. 56 ni 1 taqsim 2 ga bo'lish degani 56 ni 2 ga ko'paytirasizlar degan. Shunda 112 chiqadi. Bo'ldi, savolimiz yechildi. Shunaqa masalalar ham tushadi. Unchalik qiyin emas. Chizmasini ham chizishlari shart emas. Aslida endi yana tasavvur qilish uchun chizdim. Bu masalamiz ham ketdi.
Endi navbatdagi savolimizga qaranglar. Mana shu masalani juda ham ko'p ko'rsatgan edim. Chunki bu masalamiz ozgina chalg'ituvchi, belgilab ham bergan edim. Mana shu savolni to'g'risini aytsam bir 20 ga yaqin ko'rgan edik va mana shu savolimizdan aynan keldi. Endi qaranglar, bu savolimizning yechimini qanday qilib qilsam bo'ladi? Birinchi navbatda e'tibor beradigan narsangiz nima? E'tibor beradigan narsangiz bu yerda 2004 yilda deb aytgan Aster earned degani topgan. Aynan nima topgan ekan? 11% more than degani ga nisbatan ko'proq. Aynan nimaga nisbatan ko'proq pul topdi hozirgi holatda? 2003dagiga nisbatan. Endi mana agar men 2003dagini x desam, 2004dagi bizda 2003dagidan 11% ko'p. Bu degani x ni o'ziga x ni 11% ni qo'shaman. Demak 1,11 x bo'layotgan ekan. 2004dagi puli. Chunki 11% ko'p. 2003dagi x deb oldim, o'zim belgilab oldim. Va 2005-yilda Astramiz topgan ekan. Qancha pul topgan ekan? 6% more than, ya'ni 6% ga ko'proq pul topgan ekan. Aynan qaysi yilga nisbatan? 2004 ga nisbatan. Demak, 2005-yilda 2004da 1,11 x topgan bo'lsa, aynan undan 6% ko'p degan 1,11 x ni o'ziga 6% ni qo'shaman. Bu degani 2005-yilda bizda qancha pul topgan ekan? 2005-yilda bizda 1,1766 x pul topgan. Endi qaranglar, if degani agarda deyapti Aster, earned degani topgan, y marta qaranglar. Y marta as much degani ko'proq. 2000 qaranglar. As muchdan keyingi kelgan so'zimiz aynan bizda aytilayotgan ma'lumot. Demak, 2003dagi puli, bundoq qarasizlar, as muchdan keyin bizda 2003dagi puli kelgan-ku. 2003dagi puli bizda nimaga teng bo'ladi? Y times degani y marta nimaga teng bo'ladi? As degani kabi aynan 2005dagi y marta 2005dagi pulga teng bo'ladi. Chunki bu as much degan so'zimiz kalit so'z hisoblanadi. Mana as muchdan keyin 2003 ku. Demak 2003dagi pul haqida gap ketayotgan ekan. Aynan 2003dagi puli y marta as degani kabi 2005dagi puli. Demak 2003dagi puli qancha edi bizda? 2003dagi puli x edi. Hozir shunda x imiz nimaga teng bo'ladi? Y marta aynan 2005dagi puli 1,1766 x bo'lyapti. Endi y ni topsam, men x ni mana bu narsaga bo'laman. Demak, x ni 1,1766 x ga bo'laman. Agar buni hisoblasalaringiz 0,8409 chiqadi. Ya'ni S javobga yaqinroq. Endi bu savolimiz aynan standart savol. As much degan so'zni ko'ryapsizlarmi? As much degan so'zni ko'rganlaringizdan keyin 2003dagi pulni alohida bu yerga yozdim. 2003dagi pul deb aytgan edim. Xuddi shunaqa tartibda qilib ketaverasizlar. Bu ham yaxshi savol. Imtihonda tushdi. As much degan so'zni hisob qoling. 2003dagi puli y ko'paytirilgan bu. Chunki as much deb buni aytgan. As much deb aytgani uchun shu narsani yozdim. Bu ham kecha imtihonda tushdi. Kalit so'zga e'tibor qaratasizlar bu joyda. Bu savolimiz shunaqa yechiladi, xato bo'lmadi. Aynan shunaqa tartibda yechiladi. 1,1766 bo'lsa, 0,84 bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri yechdik. Hozir yana savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin bo'ladi. Mana. Qaranglar. Mana bu savolimiz yuzasidan kimdadir savol bo'lsa, bemalol savollar so'rashlaringiz mumkin hozirgi holatda. Mayli, qo'l ko'targanlar ham bor ekan. Hozir bemalol savolingizni aytishingiz mumkin. Eshitaman. Hozir men 2000 y ni topish uchun mana y ni topish uchun x tagini bunga bo'ldim. Ya'ni 2003dagi pulni 2005dagi. Chunki hozirgina aytdim. X ni qaranglar, 1,1766 x ga bo'lyapsizlar. Mana oldida 1 bor. 1 bu narsaga bo'lish degan narsada xuddi. X ni shu narsaga bo'lish degan 1x mana bu narsaga bo'lish. Xo'p, asosiy narsa as muchdan keyin 2003 kelgancha 2003dagi puli y marta 2005dagi puliga teng bo'ladi. Endi xudo xolasa noldan darsga qatnashmoqchi bo'lganlar ham ko'p. Albatta, ertadan darslar boshlansa, keyin yaxshiroq tushunasiz. Ya'ni bugun avgust savollarini qilib berdim, ham juda ham ko'pchilik yozgan to'g'risi, guruhga qo'shilmoqchi. Endi birinchi darsdan qolib ketmasin deb aytyapman-da. Bemalol ulguramiz, xudo xolasa. Bemalol ulguramiz. Qaranglar, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz juda ham oson, chunki oxiriga qaragan holatda yechish mumkin. Ma'lumotlar tahlili.
o'zimda ham ixtisoslashgan yo'nalishim ma'lumotlar tahlil bo'lgancha sizlarga eng oson yo'lda ko'rsataman. Faqatgina eng oxirini o'qisalaringiz bo'ladi. Eng oxirida aytyapti which of the following degani quyidagilardan qaysi biri is true degani to'g'ri. Nima haqida to'g'ri fikr qildiryapman? About degani haqida, margin of error haqida, associated degani bog'liq bo'lgan. Aynan nima bilan bog'liq bo'lgan ekan? With degani bilan estimate from the larger sample. Estimate degani baholanish, from degani esa dan. Aynan qaysi baholanish haqida gap ketyapti? Larger. Larger degani kattaroq, kattaroq namuna. Demak, bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, namunamiz kattalashdi. Ya'ni bizda quyidagicha qoida bor edi. Sample size yoki namuna hajmi qachonki kattalashadigan bo'lsa, margin of error yoki xatolik ko'rsatkichi bizda kichrayar edi. Hozir bizda aniq aytgan larger degani uchun kattaroq, kattaroq namuna bo'ldi degan. Demak, namuna hajmimiz oshdi. O'shaning uchun margin of error xatolik ko'rsatkichi kichrayadi. Endi xatolik ko'rsatkichini mana bu yerda aytgan. Margin of errorimiz 3.7% bo'lsa, endi yangi margin of error yoki MOE qilib belgilaman 3.7% dan kichkina. Nimaga unaqa bo'ldi? Sabab biz kattaroq namuna ishlatdik, o'shanga margin of error kichiklashdi. Endi margin of errorni 3.7% dan kichkina degan ajo. Margin of error is less than. Endi less than degani ga nisbatan kamroq. Aynan 3.7% dan kamroq deb aytgan. O'zi qoidasi bor. Namuna hajmi kattalashsa, demak bizda xatolik ko'rsatkich kichiklashadi. Mana shu qoidani bilgan holatda eng oxirgi savolni o'qib yechish mumkin. Albatta, hamma savollarga xuddi shunaqa tartibda sizlarga qisqa yechim qilib beraman. Doim bu narsa ishlaydi. Faqatgina bu savol uchun qilingan uslub emas. Doim bu narsamiz ishlaydi. Mayli, davom etamiz. Agar hech kimda muammolar bo'lmasa, yana bir marta tasdiqlab yuborasizlar. Mana, juda ham oson savol. Misol uchun, meni o'quvchilarim menimcha bu savolni 5 sekundda yechishdi. 5 sekundda yechib qo'yishdi deb o'ylayman. Chunki bu savolni oldindan ko'rsatgan edim. Mana shu savol tushishi mumkin deb turib va juda ham tez yechishdi. Endi mana bu savolga e'tibor qarating. Bu ham zo'r savol. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Buni ham oxirini qarab yechish mumkin. What is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Smallest possible difference degani eng kichik farq. Aynan nima orasidagi eng kichik farqni so'ragan? Between degani orasida. Hozirgi holatda mean of dataset A. Mean degani endi o'rtacha qiymat. Aynan A ni o'rtacha qiymatidan sizdan B ni o'rtacha qiymatini ayirgan. Demak, siz mean A dan aynan mean B ni ayirishingiz kerak. Lekin o'rtasidagi eng minimal farq, chunki eng kichik farqni so'ragan. O'zi ma'lumotlarda bu tarafda frequency, ya'ni takrorlanishni ko'rsatgan. Ma'lumotlarimiz nechta takrorlangani ikkita tarafda ham. Endi dataset A bilan dataset B deb qo'yibdi. B ma'lumotlar to'plami va A ma'lumotlar to'plami. Men bu yerga yozib qo'yaman. Endi dataset degani bizda ma'lumotlar to'plami edi. Endi yana e'tibor qiladigan narsangiz nima bu yerda? Dataset degani aytganimdek ma'lumotlar to'plami. Kurs haqida ma'lumot kerak bo'lsa, adminimizga yozasizlar, SCTLBG admin. To'liq xudo xolasa ma'lumot beramiz. Faqat hozir endi jonli tahlil qilyapman, o'shaning uchun unga uncha to'xtalmoqchi emasman. Kursimizga aytganimdek ertaga boshlanadi. Ertaga boshlangan holatda qo'shilsalaringiz bo'ladi. Faqat SCTLBG adminga yozib turib qo'shilasizlar hozirgi holatda. Esdan chiqmasin albatta. SCTLBG admin faqatgina. Endi qaranglar. Ikkalasining o'rtasidagi minimal farqni topish uchun siz A ma'lumotlar to'plamini minimal qilasiz, B ma'lumotlar to'plamini esa maksimal qilasiz. Shunda ikkalasining o'rtasidagi minimal farq chiqadi. Nimaga bunaqa? Buning asosiy sababi qaranglar. A ma'lumotlar to'plamida bizda kattaroq, endi A ma'lumotlar to'plamining oralig'i bu yerda butun son nechidan boshlanganini ko'rsatgan? 20 bilan 30. B ma'lumotlar to'plami esa 10 bilan 20 orasida boshlangan. O'shaning uchun A'imiz katta. Endi siz bilgan narsangizni, katta narsangizni kichiklashtirsangiz, ya'ni siz kichkina narsadan qachonki katta narsani ayiradigan bo'lsangiz, kichkina narsa chiqadi. Ya'ni siz kichkina narsadan katta narsani ayiradigan bo'lsangiz, sizda kichkina narsa chiqadi. Hozirgi holatda. Endi qaranglar. Yana bu yerda muhim joylardan bittasi A ma'lumotlar to'plami va B ma'lumotlar to'plamiga men bemalol hozir sonlarni ayta olaman. Mana misol uchun bu yerda aytgan first interval o'zi har doim aniq. Misol uchun oralig'imiz mana bunaqa. 10 kiradi, 10 dan katta yoki teng, 20 dan kichkina. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Birinchi intervalimiz nimani ko'rsatayotgan ekan? Frequency of integers, ya'ni takrorlanish butun sonlarimizni greater than or equal to degani ga nisbatan ko'proq yoki teng.
aynan 10 ga nisbatan ko'proq ekan yoki teng. Ya'ni mana bunaqa oraliq endi. But less than 20. Less than degani ga nisbatan kamroq. Lekin sizlarga maslahatim o'zlaringiz uchun bilib olinglar. Men bunaqa masalalarda har doim shunaqa oraliq beradi. Misol uchun bu B ni boshlang'ich oralig'i desam, A ni boshlang'ich oralig'i mana 20 dan katta yoki teng kiradi, 30 dan kichkina. Aniq ko'rinib turibdi. Endi qaranglar, A ma'lumotlar to'plamida eng minimal sonni olaman. Mana bu yerda eng minimal sonimiz 20. B ma'lumotlar to'plamida esa eng maksimal sonimiz bizda bu yerda minimal 20 bo'ldi. Bu yerda maksimal sonimiz 19 bo'ladi. Chunki 20 dan kichkina butun sonimiz. Demak, ikkalasining o'rtasidagi eng minimal farq 1 ekan. Yechildi savol. Endi qaranglar, bitta narsaga nima gunoh qildim? Butun siz aytgandingiz ustoz, hozir o'rtacha qiymat, lekin siz ikkita sonni ayirib qo'ydingiz deyotgan bo'lsalaringiz, bu narsani qilishlaringiz shart emas. Chunki qaranglar, mana birinchi oralig'imiz 20 bilan 30. Nechta takrorlangan? Bu yoqda takrorlanishida 3 ta. Birinchi oralig'imiz 10 bilan 20 nechta takrorlangan? 3 ta. Ikkinchi oralig'imiz 20 bilan 30 nechta takrorlangan? 4 ta. Bunda ham 4 ta. Bunda 7 ta, bunda ham 7 ta. Xuddi shunaqa tartibda. Ya'ni siz bemalol A bilan B o'rtasidagi farqni eng minimalni 1 deya olasiz. Chunki minimal topishim aynan minimal narsadan maksimal narsani ayiraman, shunda minimal narsa chiqadi. Ya'ni kichkina narsadan katta narsani ayirsangiz kichkina narsa chiqadi, to'g'rimi? Shu narsa. Endi bu ma'lumotni boshqacha turi ham bor. Agar sizlardan mana shu ikkalasining o'rtasidagi eng katta farqni so'rasa nima qilasiz? Ya'ni sizlar min A bilan min B o'rtasidagi eng katta farqni topishlaringiz kerak. Bu safar maksimal. Bu ikkinchi holat. Ikkita savol tushadi xolos. Oraliqlarga e'tibor qaratib menga yechib beringlar. Boya men minimal narsani topayotganim uchun nima bo'ldi? Minimal narsadan maksimal narsani ayirdim. Endi bu holatiga ham bitta harakat qilib ko'ringlar. Qanday qilsam bo'ladi? Hammaga omad albatta. Mana shu jarayonda fikrlaringiz menga juda ham muhim. Nima deb o'ylaysizlar yechimni hozirgi holatda? 5 oyda 0 dan 1200 olsa bo'ladi. 1400 2,5 oyda ulgurasiz. Albatta natijangizga qarab. Kurslarimiz haqida ma'lumot olish uchun STL begatmi? Endi hozir avgust guruh tahlil qilyapmiz shu. Xudo xohlasa yozsalaringiz to'liq ma'lumot beramiz. Har bitta odamga maydalab o'zimiz ma'lumotini beramiz. Hammaga rahmat yechim qoldirganlaringiz uchun. Albatta bu yerda men maksimal farqni topmoqchi bo'lsam, A ni maksimalni olaman, B ni esa minimalni olaman. Qachonki men katta narsadan kichkina narsani ayirsam, menda katta narsa chiqadi. Demak, A ma'lumotlar to'plamidan olishim mumkin bo'lgan eng katta son qaysi? Men bu oraliqdan aytyapman. Bu 29, to'g'rimi? B ma'lumotlar to'plamidan, ya'ni mana bu ma'lumotlar to'plamida eng kichik mumkin bo'lgan sonimiz 10. Ikkalasini ayirmas 19. Bu maksimal. Ikkita holatda ham sizlarga ko'rsatdim. Agar shunaqa savol tushsa, sraz mana bu ikkita oralikda yozib oling. Har doim birinchi 10 kiradi, keyin 20 kirmaydi. Bunda ham mana 20 kirgan, lekin 30 kirmaydi. Shunaqa. Bemalol eplay olasizlar. Agar shunaqa savol tushsa, ikkita variantini ham ko'rib ketdim sizlarga. Xo'p, navbatdagi savolga ham o'tamiz. Navbatdagi savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Bu ham yaxshi masala. Qaranglar. Birinchi navbatda function degani funksiya, hozirgi holatda j funksiyani is defined degani aniqlanadi. Qanday aniqlanayotgan ekan? Mana jx funksiyani ko'rishlaringiz mumkin. Endi t imiz bu yerda konstanta ekan, in the xy plane degani x y o'qidi. Demak, hozirgi holatda x y o'qidi. Graf degani grafik, aynan nimani grafigi? Y teng jx funksiyani grafigi, passes through degani orqali o'tish. Aynan nima orqali o'tayotgan ekan? X da 18 bo'lganda y da 0 koordinata orqali o'tyapti. Endi what is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Value degani qiymat, j 0 ni qiymat. Demak, x teng 0 bo'lgan holatda funksiyani qiymati so'roq. Birinchi navbatda bu nuqtadan foydalanamiz. Demak, funksiyani o'rniga 0 yozaman. X imiz 18 bo'lganda o'shanga x plus 14 emas, 18 plus 14 bo'ladi. Va bu yerda yana t minus 18 ni qo'yaman. Shunda t ni qiymatini topsam 18 chiqadi hozirgi holatda. Demak, funksiyamizning ko'rinishi jx imiz qanaqadir x plus 14 va t ni o'rniga 18 qo'ysam 18 minus x ko'rinishida ekan. Endi j0 ni topmoqchi bo'lsam, x ni o'rniga 0 qo'yaman. Shunda 0 plus 14 ko'paytirilgan 18 minus 0. Agar buni topadigan bo'lsam 14 kira 18 252 chiqadi. Mana oson. Birinchi bo'lib ikkita nuqtani qo'yib bu yerdan t ni topdim. T ni topgandan keyin funksiyani umumiy ko'rinishini ham bilib oldim. Keyin so'ragan narsasini qilib qo'ydim. Bu imtihonda tushgan 9-savol edi. Endi davom etamiz. Hozir biz 9 ta savol ko'rdik.
Ho'p, 10-savol, 11-savol, 12-savol. Hozir hammasini sizlarga maydalab, chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Hammasini, Xudo xohlasa. 16, 17, 18 desmiz yechiladiganlar joyi ham bor. Xudo xohlasa hammasini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi 10-savolimizga ham e'tiboringizni qaratasiz. 10-savolimizda nima deb aytgan? Bizda aytgan, o'zi mana bu narsani bilishi shart emas. Misol uchun, in the ancient Roman measurement system, o'zi qadimgi Rim o'lchov sistemasi deb aytgan, lekin bu narsani bilishimiz shart emas. Mana bu narsamiz voz degani bo'lish. Aynan bizda unit degani birlik ekan, birlik o'lchovi. Z was equal degani teng. Aynan nimaga teng ekan? 2 deganiga 7500 pedeski. Demak bizda qaranglar, 1 levga bu yerda 7500 pedesga teng. Shu narsani aytgan. Endi bu sistemada deb aytgan savolda o'qisalar ham bo'ladi. How many degani nechta? Aynan nechta pedesimiz? Equivalent degani teng. Aynan nimaga teng? 4 legiga. Endi mana shunaqa yozaman. 4 legani topmoqchi bo'lsam nima qilaman? Hozir 7500 ni ikkala tomonni endi 4 ko'paytirasizlar, misol uchun. Shunda 4 legamiz 7500 ko'paytirilgan 4 aynan 31500 pedes chiqayotgan ekan. Savolimiz yechildi. Bo'ldi. Bu ham uncha qiyin savol emas edi. Kecha imtihonda tushgan. Boshida shu belgilab olib ishlasangiz zo'r chiqadi. Har bitta savolimiz hamda endi. Endi navbatdagi savolga ham o'tamiz. Qaranglar. Bu masalamiz ham o'zi unchalik qiyin emas. Yana bir marta ko'rsatib ketaman. What is degani bu yerda nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? X intercept degani y teng 0 bo'lgan holatda grafikimizni qiymatini so'ragan. Endi in the xy plane degani x, y o'qidi. Bu yerda a va b larimiz pozitiv degani musbat. Aynan musbat konstanta sonlar ekan. O'zi x intercept degani y teng 0 bo'lgan holat. O'shaning uchun men bu yerda y o'rniga 0 qo'yaman. Demak, men x topishim kerak. Shunda qaranglar, bizda nima bo'lyapti hozirgi holatda? Eng e'tibor qiladigan narsangiz bu yerda misol uchun ko'paytirsangiz ham bo'ladi. O'zi mana buni bunga ko'paytirsangiz 0 bo'lib ketadi. Avtomatik. Bari 0 har qanday son ko'paytirsangiz 35 minus x ga teng. Shunda x imiz 35. Demak, 35x bo'lganda y imiz 0 bo'ladi. Mana. O'zi x intercept degan y teng 0 bo'lgan holat. Bo'ldi, yechildi savol. Xo'p, 12-savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. 12-savolni qanday yechaman? Triathlon is a multi-sport race consisting degani iborat. Aynan nimadan iborat ekan? Three different consecutive events. Three degani 3 ta, different degani turli xil. Demak, 3 ta turli xil. Xo'p, aynan hozirgi holatda consecutive degani ketma-ket. Lekin mayli, endi bu narsaga ham sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman-da. Ya'ni nima? Bu birlik masalasi. Faqat mana bu joyini o'qiyman. Demak, sizda 31680 yard. Endi pair degan so'zimiz har. Aynan pair degan so'zni ko'rganingizdan keyin mana bu yerga bo'lish belgisini yozasiz, sot. Endi mana shu narsani siz nimada bo'lishni xohlayapsiz? Xuddi shu narsani sizda mile per hour, ya'ni mile, mana bu yerga salbiy yordam yozaman. Mile per degani har. Soat. Bo'ldi. Endi qaranglar, misol uchun o'zgargan joy yarddan mayl bo'libdi. Qanday qilaman? Bilaman, 1 maylim 1600 1760 yard. Lekin bu yerdan 1 yard topsam nima bo'ladi? Ikkala tomonni 1760 ga bo'laman. Mana misol uchun agar ikkala tomonni 1760 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 taqsim 1760 maylimiz ko'rib turganlaringizdek 1 yardga teng bo'ladi. Chiqdi narsamiz. Endi mana bu yerda 1 yard deb tasavvur qiling. Xuddi 31680 ni hozir siz mana bu yerda 1 yard deb tasavvur qilsangiz, mana bu yard o'rniga qo'yaman. 1 yardimiz mana bu narsaga teng, ya'ni 1 taqsim 1760 mayl taqsim soat. Qolgani o'zgarmay turaveradi. Hozir nima qildim? Mana bu yerda 1 yard deb tasavvur qildim, o'rniga qo'ydim. Agarda buni hisoblasangiz, natijamiz nima chiqadi? 31680 ni 1760 ga bo'lasizlar. Shunda 31680 ni 1760 ga bo'ladigan bo'lsalaringiz 18 chiqadi. Va biz xohlagandek mayl taqsim soat. Endi sizlarga nima demoqchiman? Bu yerda nima qilgan, biron bir musobaqa o'tkazganmi, boshqa qilganmi, u narsalar qiziq emasda. Bizdan so'raladigan narsa shu narsani javobini chiqarib ber, bo'ldi deydi. Boshqa narsa kerak emas. Mana shu narsani javobini chiqarib ber, bo'ldi deydi. Misol uchun, agar men mana shu masalani, hop, aytaylik, Desmosda
yechadigan bo'lsam, qaranglar, desmiz orqali yechib beraman. Birinchi navbatda 31680 bo'ladi-ku. O'sha 31680 ni siz birdaniga 1 taqsim 1760 ga ko'paytirasiz, yechildi savolimiz. 18 chiqadi, bo'ldi. Birdaniga mana shuni 1 taqsim 1760 ga ko'paytirasiz, bo'ldi. Nimaga? Chunki bu yerda bir yer turib, bir yer o'rniga mayliga aloqador narsaga ko'paytirdim, bo'ldi. Yechildi savolimiz. Endi 13-chi masalaga ham o'tamiz. 13-chi masala to'liq desimiz masalasi hisoblanadi. Hozir maksimalni tushuntirib beraman sizlarga. Hamma e'tiborni qaratsin. Figur degani bizda chizma, shown degani esa ko'rsatilgan. Demak, aynan bizda ko'rsatilgan chizmamiz nima ekan? Hozirgi holatda ko'rsatilgan chizmamiz right rectangular pyramid. Qaranglar, bu piramida masalasi bo'lgan bilan standart qo'shib ayirish yo'lini bilib oling, bo'ldi. Desmosga ko'paytirish yozasiz, bo'ldi. Faqat sonlar yozib qo'yasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa sizda tasavvur keltirish shart emasda. Nimadirda 90 gradusligini keltirib chiqarishingiz yoki nimadirda o'zingizdan qo'shib tasavvur qilishingiz bu yerda umuman kerak emas. Faqat formulani bilib olsangiz bo'ldi. Hozir o'rgataman endi. L'imiz 16 ga teng, W'imiz 8 ga teng va H'imiz 18 ga teng. Hozirgi holatda ko'rib turganlaringizdek. Endi keyingi qiladigan narsamiz nima bu yerda? Keyingi qiladigan narsamiz bu yerda what is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Surface area degani to'la sirti yuzasi. Aynan sizlardan to'la sirti yuzasini so'ragan ekan. Of the pyramid, ya'ni piramidan. Qaranglar. Hozirgi holatda nima qilaman? Birinchi navbatda to'la sirti yuzasini yana bir marta yozib beraman. Qanaqa qilib toparlarsiz? To'la sirti yuzasi asos yuzasiga aynan yon sirti yuzasini qo'shish har qanday shaklda xuddi shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni bu yerda surface area degani to'la sirti yuzasi va base area degani esa asosiy yuzasi. Asosiy yuzasiga, umumiy asosiy yuzasiga yon sirti yuzasini qo'shasiz. Endi qarang. Men bu yerga yana surface area deb yozaveraman. Surface areani hozir qanday topaman? Birinchi navbatda asosiy yuzasi, qaranglar, asosi to'rtburchak, bitta tomoni 16, bitta tomoni 8. To'rtburchak yuzasi 16 karra 8 bo'ladi. Endi yon sirti yuzasi nima? Qaranglar. Yon sirti yuzasi ikkita uchburchakdan, ya'ni jami 4 ta, ikkita bir xil, yana ikkita bir xil uchburchakdan iborat. Mana o'zi bunday o'ylab qarasangiz, bizga mana bunday qaragani, mana shu qaragani chizmada yaxshi ko'rmagan va uni orqasidagi. Endi formulani yozib beraman, standart holatda yechiladi har doim bir savolimiz. Ko'p keladi. Ikkita uchburchak bor. Endi uchburchaklar yuzasini qanday topaman? Har qanday uchburchak yuzasi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Asosini agar 16 deydigan bo'lsam, unga tushgan bu yerda balandligi nima bo'ladi? Qaranglar. Buni o'zini topishning formulasi bor. Ya'ni L degan narsamiz bor. L degani yon sirti balandligi. Xo'p, aynan yon sirti balandligini qanday topar edik? Qaranglar. Yon sirti balandligi bizda L teng A taqsim 2 ni kvadrati plus H kvadrat. Endi bu yerda hozir men 16 ni balandligini nima deb belgilayman? Hozir qaranglar, 16 uchun balandlikni pastga kattaroq qilib yozaveray. Plus ikkita uchburchagimiz bor edi, 1 taqsim 2. Agar asosini 16 desam, unga tushgan balandligimiz qanaqa bo'ladi? Balandlikni topayotganda ildiz ostida A taqsim 2 ni kvadrat dedim-ku. Agar 16 ni asos deydigan bo'lsangiz, nariga 8 ni ishlatasiz. Bu yerda balandlik formulasida. Demak, 8 taqsim 2 ni kvadrati va h ni kvadratini o'rniga 18 ni kvadratini qo'yasiz. Ketdi. Endi bu ikkita uchburchak. Yana ikkita uchburchagimiz bor. Endi o'sha ikkita uchburchagimizda agar men asosini bu safar 8 desam, endi bu 8 bo'lgani. Endi uni balandligini topayotganda A taqsim 2 ni o'rniga siz narigisini qo'yasiz, ya'ni 16. Boya 16 ni topayotganda 8 ni qo'ydim. Bu yerda ham xuddi shunaqa. 8 nikini topayotganda 16 taqsim 2 ni kvadratini qo'yaman. Plus 18 ni kvadrat. Bu desmos masalasi hisoblanadi. Endi desmosni yechib beraman. Hamma e'tiborni qaratsin. Birinchi navbatda hammasini o'chiraman. Qaranglar. Birinchi bo'lib asos yuzasini yozsak. Asosimiz yuzasi nima bo'ldi? 16 karra 8, chunki to'g'ri burchak. Endi ikkita uchburchak bor dedim. Ikkita uchburchagimiz har birini yuzasi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Uni asosi 16 va balandligi nima bo'ladi? Balandligini aytdim. Formulasi bor. A taqsim 2 ni kvadrat, faqat 16 ni yozganingizda mana bu 8 ni ishlatasiz tomonga. Ya'ni bu yerda 8 taqsim 2 ni bizda kvadrati plus balandlikning o'rniga 18 ni kvadratini ishlatasiz va buni yopasiz. Va yana ikkita uchburchagimiz bor. Ikkita uchburchakning yuzasi qanaqa bo'ladi? 1 taqsim 2. Har biriniki endi men 1 taqsim 2 ni qavsga olsam bo'lar ekan, farqi yo'q.
Hop, ikkita uchburchagimiz yuzasi qaranglar. Bu safar endi boya 16 ni tomon ko'rsatganimcha, endi bu safar 8 ni yozaman. Boya 16 yozilgan. 8 ko'paytirilgan balandligi qanday bo'ladi? Ildiz ostida. Endi 8 ni asos qilib yozganimiz uchun balandligini topayotganda 16 taqsim 2 ni ishlatamiz. Ya'ni 16 ni tomon qilib ishlatamiz. Plus 18 ni bu yerda kvadrat. Uzr, kvadrat qilib yozaman. Bo'ldi. Endi faqat javobga yozayotganda nima qilasizlar? Javobga yozayotganda eng ko'pi bilan 5 ta belgi kirgizish mumkin. O'shaning uchun javobga 580,6 yoziladi. SATda shunaqa qoida bor. Yaxlitlash maqsadida eng ko'p bilan 5 ta belgi kirgiziladi. Hozir bizda qaranglar, 4 ta son bilan bitta nuqta. Jami 5 ta belgi bo'lyapti. O'shaning uchun 580,6 bizda to'g'ri javob bo'ladi. Qolgan javoblarimiz esa o'z navbatida noto'g'ri. Albatta, mana shu tipdagi masalalarimizga ham albatta e'tiborli bo'lasizlar, chunki juda ham muhim. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa tasdiqlab yuborasizlar. Endi standart holat asosni yuzasiga yon sirt yuzasini topasizlar. Yon sirt yuzalarni topayotganda men o'rgatgan formuladan ishlatasizlar. Endi har bitta masalani yod qilib beraman men sizlarga. Hozir boy ko'rdilaringizku, statistika masalasi bo'ladimi yoki bizda ma'lumotlar tahlili masalasi bo'ladimi? Kerak bo'lsa geometriya savollarini ham kallada og'zaki yechadigan qiladigan, og'zaki yechadigan darajada qilib beraman. Men bu narsaga 100% kafolat bera olaman. Hamma savol sizga yod bo'lib ketadi. Chunki darslarimiz ko'p o'tiladi-da. Darslarimiz ana guruhimizdagilar ham o'zi yozyapti. Avval ham ko'p ko'rgandik. Ha, bu ko'proq sentyabr guruhiga to'g'ri keladi hozir darsimiz. Endi nisbatan praktik masala. Noldan qatnashadiganlar ham qatnashaversin degan. Endi farqi yo'q. O'zlaringiz bilasizlar bu joyda. Qaranglar, mana shu savolni agarda siz yechadigan bo'lsangiz, sizga eng kamida 100% garantiya bilan ayta olaman, 10 daqiqa vaqt ketadi. Buni holatini keltirib chiqarish. Lekin men sizlarga bir chiroyli yechim o'rgataman, har doim ishlaydi. O'zi mana bu yerda f funksiyani bergan va value degani qiymat aynan nimani qiymati deb aytyapti? Of deganining fx funksiyani qiymati increases degani oshadi. P foizga oshyapti. Har bir increase for every degani har bir o'sish. Aynan nimadagi har bir o'sish? X ning qiymatida of deganining x ning qiymatida by deganiga 4 ga o'sishga mana. Misol uchun x ning qiymati 4 ga oshganda aynan x ga mos keladigan funksiyamiz fx, x plus 4 ga mos keladigan funksiyamiz fx plus 4. Aynan natijada hosil bo'lgan funksiyamiz bizda nimaga teng bo'ladi? Hozirgi holatda fx ni aynan men 1 plus p taqsim 100 qilsam bo'ladi. Nimaga? Chunki x'imiz 4 ga oshganda funksiyamiz p foizga oshadi degan. Ana x ni 4 ga oshgan holat, natijadagi funksiyamiz p foizga oshyapti. Yechildi. Endi bu narsani maydalab yozish kerak, lekin men sizlarga bir chiroyli yechimni o'rgataman. Qaranglar, mana bu fx. Endi sizlar jx funksiyani topishlaringiz kerak. Jx funksiyani topayotganda aynan asosi bu yerda o'zgaradigan narsasi. Qolgan hamma narsasi bir xil mana. Ya'ni y teng a ko'paytirilgan b darajasi x asos so'roq. Asosini o'zgarishi qanday bo'ladi? Misol uchun yozganingizda o'zi 2,8 darajada 2,180 deylik. X plus 4 taqsim 2. Endi buni maydalab yozadigan bo'lsangiz 2,8 x taqsim 2 ko'paytirilgan 2,8 ni kvadrat. Chunki darajada x taqsim 2 plus 4 taqsim 2 2,8. Shuni ko'paytirish qilib yozib oldim. Endi asosiy narsa mana bu 2,8 kvadrati bor-ku, 7,184 chiqyapti. O'sha narsamiz bizda asos bo'ladi. Men hozir sizlarga qisqa yechimni o'rgataman. Endi buni hozir maydalab yozib o'tirmoqchi emasman, chunki baribir SATda nimadirda isbotlab, nimadirda qilib berdi, bal qo'shib bermaydi. Javobini chiqarsangiz bo'ldi. Bu standart savol. Har doim bir xil keladi. Aynan shunaqa savol tushsa, nimaga e'tibor qaratasiz? X ni qiymati nechaga oshyapti? 4 ga. Bo'ldi. X qiymati 4 ga oshganmi? Shuni darajaga qaraysizda, mana darajada x taqsim 2 ku. Bunday qilasiz. 2,8 deysiz. 4 ga oshgani uchun 4 taqsim 2-si bizda asos bo'ladi. Bo'ldi. Savolimiz yechildi. Boshqa hech narsa kerak emas. 100% bu har doim to'g'ri chiqadi. Bu standart savol. Hozir men yozsam ham, to'g'risi yozilishiga ko'p vaqt ketadi, lekin mana shu qisqa yechimni bilib oling, bo'ldi. Boshqa hech narsa sizga kerak emas. Mana shu qisqa yechimni o'rganib oling, boshqa hech narsa sizga kerak emas. 100% eplay olasiz bunaqa savollar. 100% garantiya bilan ayta olaman. Qila olasiz bunaqa tipdagi masalalar. Agar sizga shunaqa savol tushsa, ko'rmam deb yechib ketasiz. Yo, 8 taqsim 2 ni endi shu 4 taqsim 2 bo'ladi, bo'ldi, yechildi. Ya boyada 8 taqsim 2 ni yozdim. Ha, x o'rniga 4 qo'ydim, chunki x dagi o'zgarish 4. O'shaning uchun x o'rniga 4 qo'ydim. Bo'ldi, savolimiz yechildi.
Agar x ni o'rniga misol uchun 6 desa, misol uchun x imiz 6 ga oshgan desa, nima qilasan? Mana shu masalamiz o'zida 2,8 ni 6 taqsim 2 deysiz mana. X ni o'rniga 6 qo'yasan o'zgargani uchun. Endi savol o'zgargan holatda o'zgarib kelishi mumkin. X taqsim 2 demaydi-da, x taqsim 2 deyish mumkin. X taqsim ya'ni 2 ga o'zgardi emasdan 4 ga o'zgardi deyish mumkin. 4 ga emas 6 ga endi. Sal pal o'zgaradi, lekin masala bir xil mazmuni. Bu ham yaxshi masala. 1 sekundda yechish mumkin ko'rsatgandek. Endi bu savolimizga e'tibor qarating. Bu savolimizda qanday yechaman? O'zi mana bu yerdan boshlab o'qisam bo'ladi. For how many of the 9 data points? For degani uchun how many degani nechtasi? Aynan nechta data point degani ma'lumot uchun, ya'ni nechta ma'lumotlar uchun deb aytgan. Actual degani haqiqiy, aynan haqiqiy y ni qiymati greater than degani ga nisbatan ko'proq. Aynan bu yerda nimaga nisbatan ko'proq deb aytyapti? Y ni qiymatini predicted degani prognoz qilingan yoki taxmin qilingan. Aynan nima orqali taxmin qilingan deb aytyapti? Line of best fit. O'zi mana bu chizig'imiz bizda line of best fit deb ataladi. Bu yoqda y, bu yoqda x o'qi bor. Qaranglar. Endi nima qilasizlar? 9 tasidan nechtasi haqiqiy qiymati line of best fitdan katta deb aytgan, to'g'rimi? Bu yerda nuqtalarimiz haqiqiy qiymat hisoblanadi. Mana bu nuqtalarimiz hammasi haqiqiy qiymat. Chiziq orqali qiymat qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana bu nuqta haqiqiy qiymat. Chiziq orqali mana bu line of best fit deganimiz mana. Mana bu qiymat bizda chiziq orqali mana. Chiziq orqali bilmadim. 80 bilan endi y bu yerda qiymati har doim 80 bilan nechini o'rtasida bo'lsa, haqiqiy qiymat 90. Ya'ni kam chiziq orqali. Bizda aytgan nechta haqiqiy qiymati yoki nechta nuqtamiz chiziqligidan katta. Nima qilasizlar? Agar shunaqa savol bersa, chiziqda ustida nechta nuqta bor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 javob bo'ladi. Chunki hozirgina ko'rsatgandek, bu o'zini ya'ni line of best fit orqali qiymat, bu haqiqiy qiymat. Line of best fit orqali haqiqiy. Shunaqa tartibda. Endi bu savolni o'zgartirib berish mumkin. Agar greater than deb emas, sizlarga savol endi less than deb bersa nima qilasizlar? Ya'ni nechta qiymati bizda ga nisbatan kamroq deb aytyapti, o'zini aynan chiziqdagi qiymatiga nisbatan. Chiziqdagi qiymat katta bo'lishi kerak, ya'ni haqiqiy qiymatini kamroq degan chiziq orqali yoki line of best fit orqali. Shunda nechtasi bo'ladi? Agar greater than bo'lsa, ko'rib turibsizlar, chiziqda ustidagini olyapman. Agar less than desa, buni teskarisi, ya'ni chiziqda tagidagini olasizlar bu savolda. Hammaga to'liq tushunarlimi bu masalamiz yechim? Muammolar yo'qmi hech kimda, xudo xolasa? Ha, unda davom etaveramiz. Mayli, hammaga rahmat. Endi hozirgi holatda less than degan holat uchun 4 bo'ladi, misol uchun. Yozib qo'yaman. Mana chiziqning pastida 4 ta nuqta bor. Endi sizda greater than desa, chiziqning ustidagi nuqtalar saningiz bo'ldi. Yechildi savolimiz bu ham. Imtihonni tushdi. Ko'pchilik yecha oldi. Mening o'quvchilarim 100% ayta olaman, yechdi hammasi. Sizlar ham yechishlaringiz kerak. Xo'p, navbatdagi masalamizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Bizda aytayaptiki, uchburchaklar, ya'ni bu yerda ikkita uchburchaklarimiz bor. Qaysi uchburchaklar haqida gap ketyapti? RST va X, Y, Zlarimiz shown degani ko'rsatilgan ekan. X, Y imiz parallel ekan, 2 deganiga, TS ga va tangens R'imiz 160 taqsim 231 bo'layotgan ekan. Hozir tangens aynan bizda tangens R ni qiymatini bergan. Endi what is degani bu yerda nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani qiymatini so'ragan. Value degani bu yerda qiymat. Sinus x ni qiymati uchburchak x, y, z da. Qaranglar, birinchi bo'lib tangens r'imiz nima? Tangens r'imiz degani bizda boshqa tarafdan nimaga teng? Tangens r'imiz o'zini qarshidagi katet, ya'ni ts ni bizda o'ziga yopishgan katet, ya'ni rt ga nisbat. Endi buni 160 taqsim 231 degan-ku. Buni nima qilsalaringiz bo'ladi? Aytaylik, siz ts ni 160x deysiz. Endi aniq 160 emas, ikkalasi nisbat 160 taqsim 231. R ni 231 deysiz. Shunda 231x deysiz. Hozir R ni topsam bo'ladimi? R bu yerda gipotenuza. R ni topsam, RT ni kvadratiga hozir men aynan nimani qo'shaman? TS ni kvadratini qo'shaman. Shunda R ni kvadrati bizda RT ni o'rniga nima qo'yasizlar? Uzr, men bu yerda RT o'rniga RC yozib ketibdi, uzr. RT ni o'rniga 231x ni kvadratini qo'yasizlar va TS ni o'rniga 160x ni kvadrat.
Agarda buni hisoblasangiz, umumiy RSimiz 281x chiqadi, soddalashtirsalar. Bittada chiqadi. Endi qaranglar. Bizda mana bu yerimiz 90, bu yerimiz 90. Xo'p, qaysi ikkita burchagimiz teng bo'ladi degan savol tug'iladi bu yerda. Qaysi ikkita burchagim menda teng bo'ladi hozirgi holatda? Aynan qaysi ikkita burchagimiz teng bo'ladi bu yerda ko'rinib turibdi. Mana bu endi 90 gradusdan tashqari yana teng bo'ladiganlar, misol uchun, ulardan bittasi z bilan r teng bo'ladi. Z bilan r, x bilan s teng bo'ladi. Chunki z bilan r teng bo'lgandan keyin x bilan aynan s teng bo'ladi. O'zi ko'rinib turibdi chizmada ham. Mana buni yotqizib bergan, ko'rinib turibdi. Endi bu nima degan? Hozirgi holatda mana bu z'imiz, ya'ni bizda o'zi sinus x ni so'ragan. Qaranglar, sinus x imiz bilan aynan sinus z'imiz bir xil. Chunki ikkala burchagimiz teng. Endi sinus z qanday topaman? Agar men sinus z ni, uzr, sinus x bilan sinus z qordimmi? Kechirasizlar. Sinus x ni hozir biz nima bilan teng dedik? Sinus x ni sinus s bilan. Endi sinus s'imiz nima? Sinusni topmoqchi bo'lsam, o'zini qarshidagi katetni, ya'ni RT ni, RT'miz bu yerda 231x, 231x ni gipotenuza, ya'ni gipotenuzamiz R'si. R'sini topdim 281x. Bo'ldi, yechildi savol. Imtihon tushdi. Test qilib ketsalaringiz bo'ladi. Sirazi gipotenuza topasizlar. Gipotenuza topgandan keyin bu yerda teng bo'ladigan burchaklarimiz bor. Shundan foydalansalar yechiladi. Bu ham yaxshi masala edi. Endi navbatdagi savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Bu masalamizni qanday yechsam bo'ladi? Function f. Qaranglar, funksiya f imiz hozirgi holatda define degani aniqlanadi. Qanday aniqlanayotgan ekan? By the given equation, ya'ni tenglama orqali. Qaysi tenglama orqali aniqlanyapti? Mana fx imizni ko'rinishi taxminan shunaqa. Endi bu yerda jx haqida ham ma'lumot bergan. Ya'ni jx imiz nima degan? Define degani aniqlanadi. Demak, bu yerda jx imiz mana bu formula orqali aniqlanadi. Ya'ni jx imiz fx ga aloqador. Misol uchun fx minus 2 degan mana bu yerda x ni o'rniga x minus 2 kelyapti. O'shanda mana bu x ni o'rniga siz x minus 2 ni yozasiz. X minus 2 minus 3. Va bu yerda ham x ni o'rniga x minus 2 ni yozasiz. X minus 2 plus 5. Va undan tashqari mana fx minus 2 ni yozdim mana bu joyda. Bundoq qarasalaringiz, yana 4 ham bor. Endi soddalashtirsak, bizda jx imiz shunda nimaga teng bo'ladi? X minus 5, hop, x plus 3 plus 4. Hammaga tushunarli. Endi mana bu fx bo'lsa, fx minus 2 degan mana bu x ni o'rniga x minus 2 ni qo'yib chiqdim hammasini. Endi buni ochsam nima bo'ladi? Jx imiz hozirgi holatda x ko'paytirilgan x ni kvadrati, x ko'paytirilgan 3 plus 3x minus 5x minus 15 plus 4 bo'ldi. Bu degani bizda aynan jx imiz hozirgi holatda nimaga teng bo'ladi? X kvadrat minus 2x. Endi yozaveraman. X kvadrat minus 2x plus minus 15 plus 4. Bu degani minus 11. Mana jx ni topdim. Endi bizda nima deb so'ragan? Which of the following equations, ya'ni quyidagi tenglamalardan aynan qaysi biri deb aytgan. Is degani bo'lish, equivalent form degani teng ko'rinish. Aynan nima teng ko'rinish haqida gap boryapti? Jx ni minimal qiymatini ko'rsatadi. Minimum value degan minimal qiymat. Endi qaranglar, o'zi bu kvadrat funksiya. Kvadrat funksiyada mana bunaqa narsa bor. A ko'paytirilgan x minus x0 kvadrat plus y0. Hozir siz x0 bilan y0 orqali ifodalaysiz, chunki minimal qiymat deb aytgan. Endi x0 topsam nimaga teng? Misol uchun bu yerdan x0 topsalaringiz bu yerda minus 2 ni, ya'ni minus b taqsim 2 ga, o'zi b'imiz minus 2, minus 2 bo'ldi. 2 kara 1. Shunda 1 ekan. Endi buni ochsalaringiz, misol uchun jx'imizni qanaqadir x minus 1 ni kvadrati plus yo'q, minus ekan, uzr. 12 ko'rinishda yozsangiz bo'ladi. Chunki x minus 1 ni kvadrati x kvadrat minus 2x plus 11 plus 1. Endi minus 11 qilishni 12 ni ayirasizlar. Shunda teng bo'ladi mana bu narsa bilan. Ya'ni bu uchlar orqali ko'rinish bo'lar ekan. Shunda b javob. Mayli, yana bir marta o'rgataman. Birinchi bo'lib jx ni aniqlab oldim to'liq. Jx ni aniqlagandan keyin buni uchlar orqali ifodalashim kerak. Shuning uchun x0 topdim. Xohlasalar ko'paytiruvchilar ajratsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qaysidir sonni kvadrati x minus x0 kvadrat plus y0. Shunaqa ko'rinishda yozib olsalaringiz ham bo'ladi. Bu 17-savolda yechim bo'ldi.
Endi 18-chi savolga ham o'tamiz. Hozir tepadagi savollar yuzasidan muammolar yo'qmi? Tepadagi savolimiz kvadrat funksiya bo'lgani uchun men uni uchlar orqali ko'rinishda yozdim. Uchlar orqali ko'rinishda yozgan sabab kvadrat funksiya deb aytgan edim. Hop, mayli, yana bir marta qaytadan tushuntiraman. Hamma e'tiborini qaratsin. Bu jarayonimizda. Birinchi navbatda jximizni aytgan edi. Fx minus 2 plus 4. Ya'ni bu yerda x ni o'rniga, mana bu x ni o'rniga x minus 2 qo'yasiz. Chunki fx minus 2. Va bu yerda ham x minus 2 qo'yasiz. Shunda mana x ni o'rniga x minus 2 ni yozdim. Jx ni yozyapman-da. Minus 3. Yana x ni o'rniga x minus 2 ni yozdim. Plus 5. Va yana qo'shimcha 4 ham bor. Hammasini soddalashtirganimdan keyin qavslar ochildi. Qavslar ochilgandan keyin mana bu ko'rinish kelib qoldi jximiz. Endi bu ko'rinishdan uchlar orqali ifodaladim. Ya'ni uchlar orqali deganim uchun mana bu ko'rinishga yozdim. Shunda misol tasavvur qiling. X kvadrat minus 2x minus 11. Bu x kvadrat minus 2x plus 1 minus 12 deganda yoki x minus 1 kvadrat minus 12. Shunaqa qilib yozsangiz chiqadi savolimiz. Endi 18-chi savolga e'tibor qarating. Bu masalamiz har doim standart. O'quvchilarimga ham Desmos orqali kerak bo'lsa yechimini o'rgatgan edim. Eng muhim joyi nima? Eng muhim joyi har doim o'zi boshlanishida va oxirida deydi. Boshlanishida predatorimiz ham, preyimiz ham ikkalasi ham bir-biriga teng bo'ladi. O'zi har doim shunaqa. O'qishlaringiz ham shart emas deb o'ylayman mana. At the start degani boshlanishida. Demak bizda there was degani u yerda, equal number degani teng sonli, aynan teng sonli bo'lgan ekan predator va preyni. Bundan oldin predator va prey haqida gap etgandi. Endi oxirdagi o'zgarishni yozasizlar. Oxirida nima bo'lgan? At the end of the week, ya'ni oxirida deb aytyapti, haftani oxirida. Number of prey. Qaranglar. Number of degani soni. Aynan bu yerda nimani soni? Preylarning soni increased degani oshgan. Aynan qanchaga oshgan ekan bu yerda? By 1900%. 1900% ga oshgan ekan. Demak, o'zi preylar soni bu yerda qancha edi? Preylar soni x edi. Endi ximiz bizda 1900% ga oshdi. O'shaning uchun nima qilaman? At the start of the week degan haftani boshiga nisbatan. X ni o'zi X ni 1900% ni qo'shishlaringiz kerak. Lekin jarayonni qaranglar, bunga 1900 taqsim 100 qilib yozishim shart emas, 19 qilib qo'ysam ham bo'ladi. Nimaga? Chunki agar bizda X 100% bo'lsa, 19 tasi 1900% bo'ladi. Bu yerda qo'shilgan sababi oshgan deb aytgan. O'shaning uchun qo'shdim. Va undan tashqari number of predator, demak predatorlar soni bu yerda nima bo'lgan ekan? Aynan bu yerda predatorlar soni increased by 220%. Increased degani xuddi shunaqa oshgan. Faqat 220%. Boshida u ham x edi. X ni o'ziga x ni 220%, 2,2. Chunki x degani 100%. Shunda ikkalasini oxiridagi qiymatlari kelib chiqdi. Endi oxiriga qaraymiz. Nima degan? Number of predator, number of degani soni, predatorlar soni at the end of the week, ya'ni haftani oxirida deb o'zi aytadi. Predatorlar soni deganchi mana 3,2x yozaman. 220% ga oshib 3,2x bo'ldi. Was degani uchun bo'lish, ya'ni men teng belgisini yozaman. Nimaga teng ekan? P less than. Less than degani ga nisbatan kamroq. Aynan nimaga nisbatan kamroq bo'lmoqda bu yerda? Number of prey. Qaranglar, preylar soni 20x bo'ldi oxirida. Aynan shunga nisbatan bizda p% kam degani uchun 1 minus p% taqsim 100% qilaman. Shunda masalamiz yechiladi. Aynan predatorlar sonini was degani uchun teng, haftani oxirida 20x, 1 minus p taqsim 100. Agar bu ikkalasini qisqartirsangiz 0,16, 1 minus p taqsim 100. Shunda p taqsim 100 imiz bizda 0,84 ga teng. Shunda p imiz 84 chiqadi. Mayli, sizlarga Desmos orqali ham chiroyli bitta yechimni o'rgataman. Qaranglar. Desmosga kirasizlar, keyin qiladigan narsalaringiz nima? Har doim oxirini o'qinglar. Oxirida nima degani bizda? Predatorlar soni degan. Predatorlar sonini boshida 1 deb tasavvur qiling. Ikkalasi ham 1 dan. Endi 220% ga oshgani uchun 1 ni 2,2 ga ko'paytiraman. Nimaga? 1 ni o'zi 100%, 220% ga oshgan. Endi was deb aytgan, was degani bo'lish. Nimaga teng? Preylar soni 1900% ga oshgan. O'shaning uchun 1 plus 1 ko'paytirilgan 19 qilaman. 1900% ga oshdi degani shu narsa. Endi preylar sonidan p% kam degani uchun 1 minus aynan bu yerda p taqsim 100 qilib yozsalaringiz bo'ladi. Uzr.
Endi hozirgi holatda albatta yechim chiqarmaydi, chunki o'zini desmos uslublari ham bor. Mana bu yerda teng emas, to'lqinsimon belgini kiritasa chiqaradi. Tushunarlimi hammaga? Ya'ni oxiridagi jarayonni o'qiysizlar, oxirida bittasini 220%, bittasini 1900%ga oshirgan bo'ldi. Keyin 1 minus b taqsim 100 qo'yasiz. Mana bunaqa yozishlari shart emas, o'zi har doim ikkalasini teng deb aytadi, keyin o'zgarishini aytadi. Bo'ldi. Bittasi 220, bittasi 1900%ga oshgan. Savolimiz yechildi. Agarda muammolar bo'lmasa, Desmosdagi holat bo'yicha, Desmosdagi holatga yuborib qo'yaman hammasini, xudo xohlasa darsimizdan so'ng tasdiqlab yuborasizlar. Oldindan rahmat albatta. Desmos nimaga kerak? Desmos mana shunaqa holatlarda endi sonlari sal g'alatiroq, xafaroq ham kelishi mumkin. Endi xafaroq deganda sal murakkabroq sonlar. Xayolda olmasligingiz mumkin, lekin Desmos menga bir chiroyli yechimlarni qilib beradi har qanday masalaga ham. Endi navbatdagi savollarimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Navbatdagi savollarni ham hozir sizlarga yechib beraman. Bu savolimizni ham o'zi imtihon kuni ham, imtihondan bir kun oldin ham ko'rsatgan edim. Xuddi shunga o'xshagan savol keldi o'quvchilarga. Bu yerda aytgan, each degani har bir 3 ounslik cheddar chizimizda, of deganining har bir 3 ounslik cheddar chizimizda va each degani yana bir marta har bir 1,2 ounslik tunamizda provide degani berish nima berayotgan ekan? 1 mikrogramm vitamin B12 ni berayotgan ekan. Of degani bu yerda ni. Demak, if degani bu yerda agarda, total degani esa umumiy. Agarda deyapti umumiy, bizda 3,5 mikrogramm vitamin B12 imiz consumed degani iste'mol qilingan. Aynan bizda iste'mol qilingan ekan. Nimadan iste'mol qilingan ekan? Hozirgi holatda from deganidan eating x ounce of cheese, eating degani endi yeyish, x ounce cheese yebdi va y ounce tuna yebdi. Hozirgi holatda qaysi tenglama? Bizda best represent degan eng yaxshi ifodalaydi. Nimani ifodalashni xohlayapman? Bu situatsiya. Qaranglar. Birinchi, har bir 3 ounsligimiz mana. 3 ouns narsamiz bizda 1 mikrogramm vitamin B12 ni beryapti-da, mana 3 ounslik narsamiz, undaq qo'yaman. 3 ounce cheese qo'yaman. 1 mikrogramm. Undan tashqari 1,2 ounce tunamiz. 1,2 ounce tunamiz. Bu ham 1 mikrogramm vitamin B12 ni beryapti. Endi nima qilaman? Hozir menda x ounce bilan y ounce degan, endi har bir ounce ga qanchadan to'g'ri kelishini topaman. O'shaning uchun birinchisini 3 ga bo'laman. Agar 3 ga bo'lsam, shunda 1 ounce, qaranglar, 1 ounce bizda cheese'imiz nimaga to'g'ri kelayotgan ekan? 1 taqsim 3 mikrogramm vitamin B12 ga to'g'ri kelyapti. Xuddi shunaqa buni oldida 1,2 bo'lgancha, buni oldida 3 bo'lgancha 3 ga bo'ldim. Buni oldida 1,2 bo'lgancha 1,2 ga bo'laman. Shunda 1 ounce aynan tunamiz bizda nimaga teng bo'lyapti? 1 taqsim 1,2 aynan mikrogramm narsaga teng bo'lyapti. Endi qaranglar, har bir ounce cheese'ga va har bir ounce tunaga qanchadan to'g'ri kelishini topdim. Endi bizda aytgan umumiy 3,5, total degani bizda umumiy, hozirgi holatda umumiy 3,5 mikrogramm bor. O'shaning uchun bizda tenglamamiz 3,5 ga teng hozir. Endi bu yoqdagi jarayonni yozaman. Hozir bizda x ounce cheese'imiz bor. Bilamanki 1 ounce cheese'imiz 1 taqsim 3. O'shaning uchun buni 1 taqsim 3 x qilaman. Nimaga? Chunki har bir ounce cheese'imizga 1 taqsim 3 mikrogramm va shunaqadan necha ounce bor? X ounce bor. O'shaning uchun 1 taqsim 3x. Va bu yerda aytgan hozirgi holatda y ounce tuna deb aytgan. Bizda necha tuna bor? Y ounce deb aytgan. Har biriga 1 taqsim 1,2 dan bizda y ounce deb aytgan. Bo'ldi. Endi buni 0,33 x plus 0,83 y teng 3,5 desam ham bo'ladi. Endi taxminan shunaqa chiqadi. Agar tagma-tag bo'lsam 1 taqsim 3 ni 1 taqsim 1,2 ni yozsam. Shunda javoblar orasidan D javobga to'g'ri kelyapti. Endi maslahatim, bu yerda 3 ounce deb aytgan, 1,2 ounce deb aytgan.
har bir ounsga to'g'ri keladigan tuna va chizm misolida yozdim. Endi jami 3,5 mikrogramm bu yerda yozildi. 1/3 mikrogramm 1 ounsga to'g'ri kelsa, x ounsga 1/3x. 1/1,2 gramm mikrogramm narsamiz 1 ouns tunaga to'g'ri kelsa, y ounce bo'lyapti. Shunga har biriga yozildi va y shuncha ounsda. Har biriga yozildi, x ounce bor shunaqa. Bo'ldi, savolimiz yechildi. Hammaga to'liq tushunarli bo'ldi, masalamiz yechim. Muammolar yo'qmi hech kimda? Endi boshida 3 ounce degan va bu yerda 1,2 ounce degan, lekin men har bir ounsga to'g'ri keladigan narsani topdim. YouTube'imiz ishlamayaptimi? Hozir. Hozir to'g'rilab beraman. O'zi mana bu yerda bilmadim. Qanday to'g'rilasak bo'lar ekan buni? Hop, sin to'lqildim. Ya'ni to'rtinchi ekranga macOS Screen Capture. Hop, bu yerda to'liq application capture qilsak ham, display applicationga esa hozir zoom qilsam bo'lar ekan. Display capture. Bo'ldi, to'g'rilandi menimcha. Endi ko'rinayotgan bo'lsa kerak, katta ehtimol. Ya'ni to'g'irlab qo'ydim YouTube'da ham. Mayli. Davom etaveramiz. Uzr. Ozgina cho'zilib qoldi. Mana bu yoqni to'g'irlagandim. Navbatdagi savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. Bu masalamiz endi geometriyaga aloqador hisoblanadi. Bizda aytyaptiki, in triangle degan uchburchak RSTda. Uchburchak RSTda tomonlarni bergan. Endi uchburchak bu yerda RSTimiz similar degan o'xshash. Aynan nimaga o'xshash bo'lyapti? U v W ga. S imiz correspond degani mos keladi. Aynan V ga mos kelayotgan ekan. Ya'ni bundoq qarasangiz burchak S bilan burchak V bir xil. Endi T imiz correspond degani mos keladi. Aynan T imiz bu yerda nimaga mos kelyapti? W ga. Endi what is degani bu yerda nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Tangens W. O'z chizmasini chizib olsangiz yaxshiroq ko'rinadi. Misol uchun, bu yerda RST deb aytyapman. Mana RST. Mana T yerimiz 520 ga teng. RS imiz 504 ga teng. Mana bu yerda ma'lumotlar yozibman. S imiz 128. Endi sizlardan o'zi tangens W ni so'ragan. Boshqa tarafdan tangens W imiz bizda tangens T ga teng. Chunki men bu yerda yozdim T ni W ga teng deb. Endi tangens T ni yoki tangens W ni qanday topaman? O'zi ta'rifiga ko'ra o'zini qarshidagi katet, ya'ni 504 ni nimaga nisbat bo'ladi? O'ziga yopishgan katet 128 ga nisbat bo'ladi, to'g'rimi? Tangens W ni so'ragan adashmasam. O'ziga o'zini qarshisidagi katetni o'ziga yopishgan katetga nisbati. Agar buni 16 ga bo'lsalaringiz, bizda nima chiqadi? 8 ga bo'ldik, 8 ga bo'linar ekan, 63/16 chiqar ekan. Menimcha to'g'ri ishladi. Hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Juda oson savol. Faqat o'rganib oling. Correspond degan so'zimiz mos keladi. Endi tomonlarni birma-bir aytib ketganda, aynan shunga qarab turib ketyapman. O'zi misol uchun ertangi kunda darsimizga qo'shiladigan bo'lsangiz, ko'p darslarimiz Zoomdan bo'ladi. Chunki Zoomda juda ham sifat yuqorida. Zoomda to'g'risini aytaman, juda ham bir sifat yuqori. Hozirgi holatda Zoomdan qatnashganlaringiz yaxshi albatta.
Ho'p, mayli, davom etaveramiz bo'lmasa. Ertadan darslar boshlanadi. Noldan guruhimizda. Hozir bu noldan emas. Ertadan darslar boshlanadi aytganimdek. Ko'pchilik qo'sha olmay qoldik. Juda ham ko'pchilik qo'shilmoqchi. Shuning uchun bugun tahlil yechimlarni ham qilib berishim kerak edi. O'shanga shu qarorga keldim. Ham ertaga haftani boshi nisbatan to'g'ri keladiganroq turibdi. Hozircha nechta savol ko'ribmiz? 20 ta savol ko'ribmiz. Menimcha yetadi yoki yana ko'ramizmi hozir? Hozir narigi savollarni o'zim ko'chirib olishim kerak. Avgust 22, mayli yana savollar ko'ramiz. Hop, buni ichidan ikkitami qoldi hozir 22 tani ichidan. Hozir shu joyda ham tugatsak bo'lar ekan lekin.